Har bir millatning qalbida uni uyg'otadigan bir ovoz bo'ladi. Bu ovoz so'z orqali yangraydi. Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ana shunday ovoz edi. Cho'lpon 1897-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Dastlab madrasada, so'ngra rus tuzum maktabida tahsil olgan. Uning qalami xalq dardi, uning so'zlari millatning orzusi edi. Ammo u oddiy ijodkor emas. U so'z orqali qalblarni uyg'ota olgan buyuk inson. Cho'lpon uchun adabiyot shunchaki ijod emas, balki millatni uyg'otish, uni erkka yetaklash vositasi edi. Uning har bir she'rida dard, har bir satrida haqiqat, har bir asarida ozodlikka chorlov bor edi. Cho'lpon Kecha va kunduz romani orqali jamiyatning og'riqli nuqtalarini ochib beradi. Inson qalbining eng nozik tuyg'ularini tasvirlaydi. Ammo tarix uni ayamadi. Jadidlarga qarshi boshlangan kampaniya Cho'lponni ham chetlab o'tmadi. Ta'qib va ta'ziqlarga qaramay, u qizg'in ijodiy faoliyat bilan shug'ullandi. Cho'lpon 1937-yil 14-iyulda qamoqqa olinadi va 1938-yil 4-oktyabrda qatl etiladi. Lekin haqiqiy ijodkor hech qachon yo'qolmaydi. Cho'lponning nomi xalq qalbida, uning so'zlari vaqt sinovidan o'tgan meros sifatida yashamoqda. U bizga faqat asar emas, balki uyg'onish, fikrlash va anglashni meros qilib qoldiradi. Cho'lpon bu so'nmas nur qalblarida abadiy yashaydi.